nogironlik pensiyasi oladigan yurtdoshlarim, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Avgust oyida pensiya oshirilgani haqida ko'pchilik eshitdi. Lekin eng asosiy savol shuki, mening pensiyamga aniq qancha qo'shildi? Hisob-kitob qanday qilinadi? Hamma bir xil miqdorda oladimi yoki har kimniki alohidami? Men bugun shu masalani oddiy tilda raqamlar bilan hayotiy misollar orqali tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar oshirilgan pulni noto'g'ri hisoblab, menga kam tushdi yoki menga umuman qo'shilmadi deb o'ylashi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvalo, nogironlik pensiyasi nima hisobidan shakllanishini tushunib olishimiz kerak. Ko'pchilik buni bitta oddiy summa deb o'ylaydi. Masalan, odam 900 ming so'm olsa, demak pensiyasi 900 ming so'm. Oshsa ham shu summaga foiz qo'shiladi deb hisoblaydi. Aslida esa nogironlik pensiyasi bir nechta omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchisi nogironlik guruhi. Birinchi guruh, ikkinchi guruh va uchinchi guruh bo'yicha to'lovlar turlicha bo'ladi. Ikkinchisi odamning ish staji bor yoki yo'qligi. Uchinchisi pensiya sug'urta staji asosida tayinlanganmi yoki ijtimoiy nafaqa sifatida berilyaptimi. To'rtinchisi qo'shimcha ustamalar, parvarish puli, kompensatsiya, boshqa turdagi davlat yordamlari bor yoki yo'qligi. Mana shu sababli men doim aytaman, pensiya oshdi degan gapni eshitganingizda. Avval o'zingiz olayotgan to'lovning tarkibini bilib oling. Chunki oshirish hamma pulga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Ba'zan asosiy pensiya oshadi, lekin alohida kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov avvalgidek qoladi. Ba'zan esa eng kam miqdor oshiriladi. Va kimning pensiyasi shu minimal chegaraga bog'langan bo'lsa, o'sha odamda sezilarli o'zgarish bo'ladi. Kimning pensiyasi oldindan yuqoriroq bo'lsa, unda qo'shilgan summa boshqa hisob bilan chiqadi. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. Avgustda qancha qo'shildi? Buni tushunish uchun sizga formulani beraman. Agar pensiya ma'lum foizga oshirilgan bo'lsa, qo'shilgan pulni topish uchun eski pensiya summasini oshirilgan foizga ko'paytirasiz va 100 ga bo'lasiz. Masalan, eski pensiya 40 ming so'm bo'lsa va oshirish foiz bo'lsa, hisob shunday. 800 mingning 20 foizi 80 million so'm. Demak, yangi pensiya haqi 880 million so'm bo'ladi. Agar 22 foiz bo'lsa, 800 mingning 22 foizi 6 million so'm. Yangi summa 6 million so'm bo'ladi. Agar 25 foiz bo'lsa, 800 mingning 25 foizi 120 ming so'm. Yangi pensiya 920 ming so'm bo'ladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Har doim ham siz kartangizga tushgan jam pulning hammasiga foiz qo'shiladi deb o'ylamang. Masalan, sizga oyga 20 ming so'm tushadi. Sizga oyga 20 ming so'm tushadi. Siz shundan 920 ming so'm asosiy nogironlik pensiyasi, 20 ming so'mi boshqa kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Agar oshirish faqat asosiy pensiya qismiga qo'llansa, 1 ming so'mdan emas, 950 ming so'mdan hisoblanadi. Farq katta bo'ladi. 1 ming so'mning 10 foizi 1.5 ming so'm, 950 ming so'mning 10 foizi esa 4.5 ming so'm. Odam menga 10 ming so'm kam qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida hisob asosiy qismdan qilingan bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 7.7 ming so'm pensiya olayotgan edi. Agar oshirish 10% bo'lsa, unga 7 ming so'm qo'shiladi. Yangi summa 227 ming so'm bo'ladi. Amalda bank kartasiga tushishda summa tiyinlargacha emas, yaxlitlangan holda ko'rinishi mumkin. Shuning uchun 827 so'm yoki shunga juda yaqin miqdor ko'rsangiz, bu normal holat bo'lishi mumkin. Agar odam 7 ming so'mdan 9 ming so'm bo'lishi kerak deb o'ylasa, bu noto'g'ri kutish bo'ladi. Chunki oshirish foiz asosida bo'lsa, pul eski summaga nisbatan hisoblanadi. Ikkinchi misol, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 1.2 ming so'm olayotgan bo'lsin. Bu odamning pensiyasi yuqoriroq bo'lgani uchun qo'shiladigan summa ham yuqoriroq chiqadi. Agar 10% oshsa, 25 ming so'm qo'shiladi, yangi summa 1.375 ming so'm bo'ladi. Agar 12% oshsa, qo'shilgan pul 1.1 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1.1 ming so'mga yetadi. Agar 25% oshsa, 1.75 so'm qo'shiladi va yangi miqdor 1.37 so'm bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Foiz bir xil bo'lsa ham, eski pensiya kimda katta bo'lsa, qo'shilgan summa ham ko'proq bo'ladi. Uchinchi misol,
Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan odam 6 ming so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda 10% oshirish 6,2 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 6,2 ming so'm. Lekin agar davlat minimal pensiya yoki nafaqa miqdorini alohida oshirgan bo'lsa, bu odamning to'lovi faqat foiz bilan emas, minimal chegaraga yetkazish orqali ham o'zgarishi mumkin. Masalan, yangi eng kam miqdor 7,5 ming so'm qilib belgilangan bo'lsa, o'rtaman 2 ming so'm chiqsa ham odamga 7,5 ming so'mgacha yetkazib berilishi mumkin. Shu sababli ayrimlarda qo'shilgan summa hisoblagan foizdan biroz ko'proq ko'rinadi. 4-misol, ish staji yetarli bo'lmagan, nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaro bor. Bu pensiya emas, ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Ko'p odam pensiya va nafaqani bir xil narsa deb aytadi. Lekin hujjatlarda ular farq qiladi. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy himoya sifatida staj bo'lmasa ham qonunda belgilangan tartibda beriladi. Agar oshirish qarorida pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar oshiriladi deb belgilangan bo'lsa, nafaqa oluvchilar ham oshirilgan miqdorni ko'radi. Agar faqat ayrim turdagi to'lovlar ko'rsatilgan bo'lsa, hamma bir xil o'zgarish sezmasligi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning to'lov turini aniq bilishingiz kerak. Men amaliyotda ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar Telegramda yoki qo'shnidan eshitgan bitta raqamni hamma uchun umumiy deb qabul qiladi. Masalan, kimdir avgustda 500 ming so'm qo'shildi desa, boshqa odam ham o'ziga 500 ming so'm qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri. Agar bir odam 500 ming so'm olgan bo'lsa va umum foiz oshgan bo'lsa, unga 500 ming so'm qo'shiladi. Lekin 700 ming so'm olgan odamga 7 ming so'm qo'shiladi. Foiz bir xil, qo'shilgan pul har xil. Shuning uchun falonchiga shuncha qo'shilibdi. Menga nega kam degan savolga javob ko'pincha eski pensiya miqdorida bo'ladi. Yana bir muhim masala, avgust oyida oshirilgan pensiya qaysi sanadan boshlab hisoblanadi? Agar oshirish 1 avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, odatda avgust oyi uchun to'lov yangi miqdorda hisoblanishi kerak. Lekin to'lov kunlari har kimda har xil. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. Ayrim hollarda tizim qayta hisoblashni keyingi to'lovda qo'shib berishi mumkin. Masalan, siz avgust oyi boshida eski miqdorda pul olgan bo'lsangiz, lekin qaror 1 avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, keyingi oyda farq summasi qo'shib berilishi ehtimoli bor. Bunda menga oshirilmagan deb darhol xulosa qilmasdan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki bank orqali to'lov tafsilotini tekshirish kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xotirjamroq bo'lishi mumkin. Agar sizning kartangizga avgustda umuman pul tushmagan bo'lsa, bu alohida masala. Bunda oshirish emas, to'lovning kechikishi hujjat muddati. Nogironlik guruhi bo'yicha tibbiy ko'rik muddati. Karta muammosi yoki bank rekviziti bilan bog'liq sabab bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish kechikkan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bunday holatda foizni hisoblashdan oldin maqomingiz faolmi? Pensiya ishingiz yuritilyaptimi? Qayta ko'rik hujjati kiritilganmi? Shuni aniqlang. Agar sizga pul tushgan, lekin qo'shilgan summa kutganingizdan kam bo'lsa, xavotirga tushishdan oldin 3 ta narsani tekshiring. Birinchisi, eski pensiya miqdoringiz aniq qancha edi? Buni bank SMS-ga qarab emas, imkon bo'lsa pensiya bo'limidagi ma'lumot yoki rasmiy ilovadagi to'lov tarixidan ko'ring. Ikkinchisi, oshirish qaysi qismga qo'llangan? Jami tushumga emas, asosiy pensiya summasiga qo'llangan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, sizda ushlab qolishlar bormi? Masalan, aliment ijro hujjati, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish, kredit bo'yicha avtomatik yechim yoki bankdagi boshqa majburiyatlar bo'lsa, kartaga tushgan yakuniy summa kamayib ko'rinadi. Odam pensiya kam oshdi deb o'ylaydi. Aslida yalpi hisoblangan pul boshqa ushlab qolishlardan keyin kamroq tushgan bo'ladi. Istisnolar haqida alohida gapirish kerak. Ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslar pensiyadan tashqari parvarish puli olishi mumkin. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga qarovchi uchun alohida to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday pullar hamma vaqt pensiya oshishi bilan bir xil oshmaydi. Ba'zida ular alohida normativ hujjatga bog'langan bo'ladi. Shuning uchun siz jami oilaviy daromadga qarab emas, har bir to'lov nomini alohida ko'rishingiz kerak. Nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, parvarish puli, kompensatsiya, moddiy yordam kabi nomlar turlicha bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, hisob-kitob ham o'zgaradi.
Masalan, odam ilgari ikkinchi guruh bo'lgan, keyin birinchi guruhga o'tkazilgan. Bu holatda yangi pensiya faqat avgustdagi oshirish hisobiga emas, guruh o'zgargani sababli ham qayta hisoblanishi mumkin. Aksincha, birinchi guruhdan ikkinchi guruhga o'tkazilgan bo'lsa, to'lov miqdori kamayishi yoki boshqa tartibda belgilanishi mumkin. Shunda odam pensiyalar oshdi. Nega menda kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab pensiya oshirilmagani emas, balki nogironlik guruhi yoki to'lov turi o'zgarganda bo'lishi mumkin. Yana bir muhim holat, ishlaydigan nogironligi bo'lgan shaxslar. Ayrim odamlar men ishlayman, demak pensiyam oshmaydi deb o'ylaydi. Boshqalar esa ishlasam pensiyamni olib qo'yadi deb qo'rqadi. Bu masalada umumiy gap bilan xulosa qilish noto'g'ri. Qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab, nogironlik pensiyasi, ish haqi, sug'urta staji va boshqa shartlar alohida ko'rib chiqiladi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ayniqsa rasmiy ish joyingiz bo'lsa, pensiya bo'limida o'z holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot oling. Chunki kelajakda ish staji va badallar pensiya qayta hisoblanishiga ta'sir qilishi ham mumkin. Endi siz uyda o'tirib o'zingiz qanday hisob-kitob qilishingiz mumkinligini aytaman. Birinchi qadam, avgustdan oldingi oxirgi to'lov summasini yozib oling. Masalan, iyul oyida 930 ming so'm tushgan. Ikkinchi qadam, avgustda tushgan summani yozing. Masalan, 1,023 ming so'm tushgan. Uchinchi qadam, farqni toping. 1,23 mingdan 930 mingni ayirsak, 903 ming so'm chiqadi. To'rtinchi qadam, farq eski summaning necha foiziga tengligini hisoblang. 903 mingga bo'lasiz va uyga ko'paytirasiz. Natija 10%. Demak, sizga 10% atrofida oshirilgan. Agar natija 8%, 9% yoki 11% chiqsa, bu asosiy pensiya va qo'shimcha to'lovlar aralashgani, yaxlitlash yoki ushlab qolishlar sababli bo'lishi mumkin. Agar sizda telefon yoki kalkulyator bo'lsa, eng oson yo'l shunday. Eski summani yozing. Masalan, 100 ming. Keyin 10% ni topmoqchi bo'lsangiz, 100 ming har 100 ming. Yangi summa 100 ming. 22% uchun 20 yil ha uniga 100 ming o'tmaykan. Yangi summa 20 2 25% uchun 20 ha 15 100 ming 65 ming. Yangi summa 20 2 35 ming. Shu usul bilan har kim o'z pensiyasini tekshirishi mumkin. Lekin men sizga yana bir maslahat beraman. Faqat bank kartasiga tushgan SMS ga tayanmang. Chunki SMS da faqat tushgan summa ko'rinadi. Uning ichida qaysi to'lov bor, qaysi oy uchun, qayta hisoblangan farq bormi, ushlab qolish bormi, bular ko'rinmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumotnoma so'rash. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklda ham mavjud, lekin hamma ham ilovadan foydalana olmaydi. Agar siz yoki yaqinlaringiz internetdan qiynalsa, pasport yoki ID karta bilan tuman pensiya bo'limiga boring. Murojaat qilganda shunchaki menga qon tushi deb aytish yetarli emas. Aniq gapiring. Men sizga tayyor jumlani aytaman. Mening nogironlik pensiyam avgust oyidan qayta hisoblanganmi? Asosiy pensiya summasi qancha? Qo'shimcha to'lovlar qancha? Oshirilgan farq qaysi sanadan hisoblangan? Ushlab qolishlar bormi? Shular bo'yicha yozma yoki elektron ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday desangiz, xodim ham sizga umumiy javob emas. Aniq hisobni ko'rsatish kerak bo'ladi. Hujjatlarda nimalarni olib borish kerak? Birinchi navbatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ID karta yoki pasport. Ikkinchisi nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Agar sizda qog'oz shaklida bo'lsa, hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazada turadi, lekin baribir qo'lingizda bor hujjatni olib borish zarar qilmaydi. Uchinchisi bank kartangiz yoki hisob raqamingiz bo'yicha ma'lumot. To'rtinchisi oxirgi oylar uchun bankdan tushumlar tarixi, agar ilovadan chiqarib ko'rsata olsangiz. Beshinchisi, agar sizning nomingizdan boshqa odam boradigan bo'lsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakilni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya bo'limiga bora olmasangiz, masalan sog'lig'ingiz imkon bermasa, yaqin qarindoshingiz orqali murojaat qilish variantini ko'ring. Ayrim holatlarda mahalla, ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilotlar orqali ham yordam so'rash mumkin. Muhimi, masalan, og'zaki gap so'z darajasida qoldirmang. Agar haqiqatan ham kam hisoblangan bo'lsa, yozma murojaat bo'lsa, uni ko'rib chiqish va javob berish majburiy bo'ladi. Og'zaki so'rovda esa ko'p narsa tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan holat, odam pensiya oshganini eshitadi.
Lekin o'sha oyda unga avvalgidan ham kamroq pul tushadi. Bunda birinchi gumon kam hisoblash bo'ladi. Lekin sabab boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, oldingi oyda 2 oylik farq qo'shib berilgan bo'lgan. Keyingi oy esa faqat odatdagi oylik to'lov tushgan. Yoki bir martalik yordam puli avvalgi oyda tushgan, odam uni pensiyaga qo'shib hisoblab yuborgan. Yoki bank kredit to'lovini yechib qolgan. Shu sababli solishtirishda har doim oddiy oylik pensiyani oddiy oylik pensiya bilan taqqoslang. Bir martalik yordamlar, qarzdorlik qaytimi, kechgan to'lovlar alohida hisoblanadi. Agar sizning pensiyangiz umuman oshmagandek ko'rinsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Avval avgustdan oldingi va avgustdagi to'lovlarni yozib chiqing. Keyin pensiya turini aniqlang. Pensiyami yoki nafaqami? Keyin nogironlik guruhi va muddati amalda ekanini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisoblash qilinmaganini so'rang. Agar xatolik aniqlansa, qayta hisoblashni talab qiling. Agar keyingi oy farqi bilan tushadi deyishsa, qaysi oyda va qancha farq tushishini aniq yozib oling. Og'zaki eshitib ketmang. Imkon bo'lsa, murojaat raqamini oling. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Nogironlik pensiyasi masalasida birovning hujjatini birovniki bilan solishtirish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Ikki odamning guruhi bir xil bo'lishi mumkin, lekin staji, oldingi ish haqi, pensiya tayinlangan sanasi, qo'shimcha huquqlari, qaramog'idagi shaxslar ushlab qolishlari turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkalamiz ham ikkinchi guruhmiz. Nega u ko'proq oladigan savolga javob faqat shaxsiy pensiya ishi ko'rilgandan keyin beriladi. Bu yerda adashmaslik uchun rasmiy hisob kitobini ko'rish kerak. Xulosa qilib aytaman. Avgustdagi oshirishni to'g'ri tushunish uchun 3 ta narsani biling. Birinchisi eski pensiyangizning aniq summasi. Ikkinchisi oshirish foizi yoki yangi minimal miqdor qaysi to'lovga qo'llangani. Uchinchisi kartaga tushgan yakuniy pul bilan hisoblangan pensiya bir xil narsa bo'lmasligi mumkin. Chunki qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar bor. Hisob kitob oddiy, eski summa ko'paytiriladi. Oshirish foiziga keyin 100 ga bo'linadi. Lekin amaliyotda pensiya tarkibini bilmasangiz, noto'g'ri xulosa qilishingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, agar siz yoki oilangizda nogironlik pensiyasi oladigan inson bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizga avgustda qancha qo'shildi? Eski pensiyangiz qancha edi? Yangi summa qancha bo'ldi? Men izohlarda ko'p uchraydigan holatlarni ko'rib, keyingi videolarda yana aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa, moddiy yordam va ijtimoiy himoya bo'yicha eng kerakli hisob kitoblarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.